Orangizda ko'pchilik bu avtomobilni juda ham yaxshi taniydi. 6 o'rindiqli, juda ham chiroyli, ko'plab qulayliklarga ega, narxi hamyonbop oilaviy crossover. U ortiqcha tanishtirishga muhtoj emas. Lekin men bugun O'zbekistonda sotilayotgan yangilangan versiya haqida gapirib bermoqchiman. Agarda siz tayyor bo'lsangiz, poyekali, let's go. Kelinglar birinchi o'rinda nimaga bu model bu darajada ommalashib ketganini eslab ko'ramiz. O'ylashim bo'yicha birinchi o'rinda uni minimalizm uslubida ishlangan tashqi ko'rinishi va gabaritlari, salondagi qulayliklari va albatta texnik xususiyatlari. Lekin eng asosiysi uni narxi. Model O'zbekistonga kirib kelgan paytda 5 o'rindiqli crossoverlarning narxida sotilgan. Shuning uchun ham ko'pchilik oilaviy bo'lgani uchun 6 o'rindiqli bo'lganiga va orqada monitor, undan tashqari ko'p qulayliklarga ega bo'lgani uchun ham bu modelni juda ham yaxshi ko'rib xarid qilishdi. Yangi versiyada qanday o'zgarishlar bor? Tashqi ko'rinishda ko'zga tashlanadigan narsa bu uni tepa tarafda o'rnatilgan lidari, ya'ni avtomobilda atrofdagi mashinalar, odamlarni aniqlash, avtopilot va shunga o'xshagan tizimlari borligi. Eng asosiysi eshik tutqichlari qulay tarzda o'zgarganini sezishingiz mumkin. Lekin hozir Xitoyda chiqqan yangi qonunga asosan barcha Xitoyda ishlab chiqarilayotgan yangi avtomobillar eski ko'rinishdagi eshik tutqichlarga ega bo'lishi shart. Aynan ushbu avtomobilimiz to'liq elektrda harakatlanadi va to'liq batareya bilan 630 kilometrgacha masofani bosib o'tishi mumkin. Lekin men baribir bu avtomobilni xarid qilmoqchi bo'lsanglar, gibrid versiyani xarid qilishinglarni taklif bergan bo'lardim. Chunki endi shahar ichida harakatlansanglar, elektromobil juda ham zo'r, lekin uzoq masofaga sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, yo'lda quvvatlash uchun vaqtni ketkazgandan ko'ra shunchaki benzinni tez qo'yib, yo'llarda davom etganinglar yaxshi. Ushbu avtomobilning kapotini ostida hech qanday dvigatel yo'q, faqatgina orqa tarafda o'rnatilgan elektr dvigatel. 230 bitta ot kuchi, avtomobil 0 dan 100 gacha 8.6 soniyada tezlana oladi. Gibriddachi, gibridda 38.7 kWh hajmdagi batareya o'rnatilgan va batareyaning o'zida 280 kilometrgacha masofani bosib o'tishi mumkin. Albatta, real hayotda bu ko'rsatkich o'rtacha 250-220 kilometrni tashkil qilsa kerak. To'liq bak va batareya bilan esa taxminan 1150 kilometr masofani bosib o'tishingiz mumkin. Yana nimalar bor? Ushbu avtomobilda 21-o'lchamdagi diskalar o'rnatilgan. Eskisida ham, yangisida ham xuddi shu ko'rinishdagi diskalar. Podveska masalasida eskisida ham, yangisida ham bir xil tizim. Old tarafda McPherson, orqada esa ko'p tutqichli mustaqil podveska o'rnatilgan. Oldida ham, orqada ham diskli tormozlar bilan jihozlangan. Orqa ko'rinishda eskisi bilan hech qanday o'zgarish yo'q. O'sha ko'rinish, yukxona tugmachasi har doimgidek orqa chiroqlarning yonida o'rnatilgan. Yukxona masalasida yukxonasi unchalik ham kichkina emas, lekin sizga undan ham ko'proq narsa ketadigan joy kerak bo'lsa, shunchaki 3-qator o'rindiqlarni yotqizib qo'yishingiz mumkin. Albatta, yukxona qopqog'i esa elektr privodda ochilib yopiladi. Batareyani quvvatlash borasida bu yerda ikkita, ya'ni sekin va tez quvvatlash razyomlari mavjud. Komplektida chiqadigan 7 kilovatli quvvatlash stansiyasini shunchaki uyga o'rnatib, avtomobilni har kuni uyda arzon garovga quvvatlashingiz mumkin. Agarda sizga uni tezroq quvvatlash kerak bo'lsa, ko'chada o'rnatilgan stansiyalarda tez quvvatlash razyomi orqali quvvatlasangiz bo'ladi. Aslini olganda restyle versiyaning o'zgarishlari faqat batareya va lidar emas, uning asosiy qismi salondagi qulayliklarda. Birinchi o'rinda avtomobilga endi xolodilnik, ya'ni muzlatgich o'rnatilgan. Ushbu muzlatgich shundagina tirsak ostida. U ham isita oladi, ham sovita oladi. Undan tashqari endilikda 2 qator o'rindiqlarda, ya'ni old va o'rta qatorda isitish, sovutish va massaj tizimlari mavjud. Orqada isitma yo'qmi deyishinglar mumkin. To'g'ri, orqada isitish, sovutish tizimlari yo'q. Joyini ko'pchilik juda kichkina deydi, chunki u o'zi yosh bolalar uchun mo'ljallangan joy. Katta odamlarni sig'dirish sal qiyinroq bo'ladi. Lekin shunday bo'lsa-da, 3-qatorda tirsak qo'yish uchun joy.
Telefonni quvvatlash uchun 2 xil razyon va eng asosiysi stakan qo'yish uchun joylar ham nazarda tutilgan. Haydovchiga kerakli bo'ladigan narsalardan bu yerda adaptiv kruiz kontrol, avtopilot, haydovchining holatini aniqlab ketish datchigi, undan tashqari juda ham yaxshi akustika tizimi o'rnatilgan, xavfsizlik yostiqchalari, markazda bahaybat multimedia displey. Ishlashi to'g'risini aytaman, eski versiyaga nisbatan ancha tezroq bo'lgan. Ya'ni chiplari o'zgarganining hisobiga monitor ancha tezroq ishlayveradi. Selektor har doimgidek rulning ortiga o'rnatilgan. Markaziy konsolda esa ikkita stakan qo'yish uchun joy va simsiz quvvatlash tizimi bor. U sovutishni ham biladi. Eng asosiysi, tirsak ostida, ya'ni barda xolodilnik bo'lgani uchun ham asosiy narsalarni endi konsolning ostida o'rnatilgan joyga qo'yishingiz mumkin. Ikkinchi qatorda bo'lsa, yana o'zgarishlar bor. Boya aytganimdek, ikkinchi qator o'rindiqlarda ham isitish, sovutish va massaj tizimlari o'rnatilgan. Qulayliklardan esa bu yerda panorama tom va albatta hamma yaxshi ko'radigan televizor ham o'rnatilgan. Televizor mexanik tizimda ochilib yopiladi. Ishlashi eski versiyaga nisbatan tezroq bo'lgan. Endi ovozi sifati, akustikasi yaxshi bo'lgani uchun sizlarga yoqishi aniq. Eng asosiysi, bu yerda orqa tarafda yo'lovchilar uchun alohida displey o'rnatilgan. Ya'ni bu yerdagi sensor tugmachalar orqali havoni nazorat qilish tizimi, o'rindiqlardagi isitish, sovutish, massaj tizimlarini, undan tashqari old yo'lovchining o'rindig'ini oldiga va orqaga surish imkoniyati va eng asosiysi, agarda yo'lda qorningiz ochib qolsa yoki kompyuterda ishlab ketmoqchi bo'lsangiz, o'ng tarafdagi yo'lovchi uchun qo'shimcha stolik ham o'rnatilgan. Lekin bularning hammasi zo'r o'zgarish emas. Eng zo'r o'zgarish endilikda ikkinchi qator o'rindiqlari nafaqat oldiga va orqaga, balki yonga ham surila oladi. Bu narsa orqaga o'tmoqchi bo'lgan yo'lovchilar uchun kengroq joy ochish, odam o'tirib olgan bo'lsa yoki hech kim o'tirmasa, avtomobilning o'rta o'rindiqlarini, ya'ni kapitan o'rindiqlarini o'zingizga bemalol, ya'ni qulay o'tiradigan holatga keltirishingiz mumkin. Bu juda ham yaxshi o'zgarish bo'lgan. Boshqaruv masalasida, to'g'risi, avtomobil orqa privod bo'lgani, undan tashqari kuzovi, ya'ni gabaritlari katta bo'lgani uchun ham tez ketayotganingizda, burilishlarga kirayotganingizda uni kuzovi tashiyotganini sezasiz. Chunki gabarit haqiqatan ham katta. Lekin bu avtomobilni tez yurish uchun xarid qilish kerak emas. Chunki u oilaviy, komfort harakatlanish uchun yaratilgan crossover. 6 ta o'rindig'i bor. Bolalarni ham bog'chaga olib borsangiz bo'ladi. Ota-onani o'tkazib olib, dam olishlarga olib chiqib kelsangiz bo'ladi. Har kunlik yumushlaringizda ham bemalol foydalanasiz. Chunki batareyani o'zida 280 km yurishi bor. Gibrid versiyada esa benzinni qo'yib uzoq masofalarga harakatlanishingiz bor. Yoqilg'i xarajati ham unchalik ko'p emas. Eng asosiysi, yangi versiyadagi avtopilot haqida gaplashamiz. O'rtoqlar, men hozir yo'l chizig'i yaxshi chizilgan joylarda harakatlanib ketyapman. Avtopilotni yoqqaningizda hech qanaqa mana rulni boshqaruvsiz o'zi harakatlanib ketadi. Eng asosiysi, burilish chirog'ini yoqqaningizda, o'ngga yoki chapga yoqqaningizda avtomobil avtomatik tarzda yoningizdagi mashinalarni hisobga olib, keyingi chiziqqa o'tib berish imkoniyatiga ega. Bu adaptiv kruiz kontrol emas, ya'ni to'laqonlik avtopilot. Faqatgina yana bir marta eslatib o'taman, avtopilot yoki adaptiv kruiz kontrolni to'laqonlik ishonchni avtomobilga topshirmang. Chunki yo'l chizig'i tugab qolsa, u qanday ishlashi noma'lum. Ammo yo'l chizig'i bor paytda u sizga juda ham zo'r xizmat qilib beradi. Tortish masalasida ko'pchilikka bu narsa qiziq. 0 dan 100 gacha 8.6 soniya. Agarda burilishlarda yoki qaysidir joyga tiqilib ketishingiz kerak bo'lsa, elektrodvigatellar orqali harakatlangani tufayli ham avtomobilda manevr qilish oson, ya'ni tez bosib qatlagadir kirib ketish oson. Lekin yana bir marta takrorlayman, uni gabariti katta. Shuning uchun ham siqilib o'tib ketaman, tiqilib ketaman degan fikrni yaxshisi xayolingizdan olib tashlaylar. To'g'ri, tez harakatlanadi, manevr qilish yaxshi, ammo gabarit katta, uni hisobga olish kerak albatta. Kecha bitta qiziq voqea bo'ldi. Mana o'zimni akam mashinaga o'tirib, oyna ko'tarib tushirish tugmachalarini bosib, u nimaga teskari ishlayapti dedilar. Ya'ni, ushbu avtomobilda ushbu tugmachani oldiga qilsangiz oyna tushadi, orqaga qilsangiz esa u ko'tariladi. Akam va boshqa ko'pchilik odamlarga
avtomobilning tugmachasini orqaga qilsangiz tushgani, oldiga qilsangiz ko'tarilgani qulayroq ekan. Lekin men hozir sizlarni miyanglarni programma qilishga harakat qilaman. Eslanglar, eski ko'rinishdagi oyna ko'tarib tushirgich tugmachasi mana bunday ko'rinishda. Ana endi ushbu tugmachani xuddi shu holatda shunchaki tepaga ko'tarilgan versiyasini tasavvur qilib ko'ringlar. Ishlash tizimi o'zgarmagan, shunchaki tugmachani chuqurchasi yo'q va u eski ko'rinishda emas. Lekin ishlash tizimi xuddi o'shanaqa. Ya'ni pastga bosishning o'rniga uni oldiga bosasiz, oynalar tushadi. Tepaga ko'tarishning o'rniga uni orqaga bosasiz, oynalar ko'tariladi. Agarda siz ushbu tugmachalarni xuddi shu programma orqali his qiladigan bo'lsangiz, u sizga teskaridek tuyulmaydi. Agarda bu fishka sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib keting. Endi sizda Leapmotor C16 haqida to'liq ma'lumot bor. Agarda siz ushbu avtomobilni shaxsan tekshirib ko'rmoqchi bo'lsangiz, Leapmotor O'zbekiston rasmiy dilerlik markazlariga tashrif buyurib, test drive qilib ko'rishingiz mumkin. Avtomobil sizlarga yoqqan bo'lsa yoki umuman video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan har doimgidek Mahmud Sobirov bo'ldi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr.